videoni kimga jo'natishni bilasizlar. Aynan traktorga qiziqadigan akalarga tez jo'natib qo'yamiz. Birinchi traktorimizni boshlaymiz. Ya'ni undan oldin birinchi Oscar kompaniyasi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda O'zbekistonda rivojlanib kelayotgan kompaniyalardan bittasi, ya'ni Oscar Machinery. Asosan mana shunaqa traktorlar, pagruchiklar, katta va kichik hajmdagi traktorlarni olib kelib, siz azizlarga taqdim qilishda, ya'ni ko'rsatishda, sotishda, garantiya servislarda nomer 1 bo'lgan kompaniya hisoblanadi. Hozir birinchi traktorimizni boshlaymiz. Yoqilg'isi benzin, oldi orqasi ham tortadi. Ot kuchi 18. Komplektida oldida freza beriladi, orqada ikkita korpusli plug beriladi. Rullari juda ham yengil, Damaznikidan ham yengil desak ham bo'ladi. Mana bo'linib, bu joyga kirib ketaveradi. Buni oldiga jatkasini ham o'rnatib beramiz xohlasanglar, uni xizmati alohida bo'ladi. Hozir plugi, frezasi oldagi surguvchilari bilan narxi 3,5 ming dollar turadi. Agar freza jatka xohlasanglar, uni ham o'rnatib beramiz. Uni summasini alohida gaplashamiz. Ikkinchi traktorimizga o'tamiz. Yangi Novi BYD Champion deymiz. Ya'ni Champion, Oscar Champion traktori deymiz. Bez kabina, mana sayvonlari bor. Xo'p, Oscar model, markasi 50 or 50C traktorimiz. Xo'p, 4 ta porshingga ega bo'lgan traktorimiz. Ot kuchini aytib o'tdi, 50 ot kuchi, antifriz sovishi, radiatorga ega. Xo'p, traktorimiz juda ham ideal holatida. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib olasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 143 millionga baholangan. Lizing xizmatlari ham bor, ya'ni lizingga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, buni o'zi traktor o'zi xuddi shunaqa, bundan nasatkalari kelmagan. Xo'p, bunda ham toshbaqa quyon rejimlari bor, 4 ta skoroskiga ega, oldiga orqaga harakatlanadi. Oldiga ham 4 ta skoroskiga yuradi, orqaga ham 4 ta skoroskiga ega. O'zini kardan rulariga ham ega. Ruli gidravlika juda ham ideal holatda ishlangan. Baquvvat traktorlardan bittasi hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydi Xitoyga yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Hamma qismi baquvvat, ideal, eng zo'r materiallar ishlatilgan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, Quanchai, ya'ni eng nomer 1 biladiganlar biladi, ana o'shani motori bosilgan. Xo'p, yaqinroq olib kelamiz. Bu yerda mana kabinali traktorimiz kelgan. Oscar Machinery, ya'ni model OR70C. Ya'ni 70-60 ga ega bo'lgan traktorimiz. Yoqilg'isi dizelga harakatlanadi. Baki 70 litrga mo'ljallangan, 4 ta silindr. Xo'p, oldiga ham, orqaga ham 4 ta skorost harakatlanadi. Kabinasiga keladigan bo'lsa, kabinasida konditsionerlari bor, ventilatorlari bor, mikrofonlari bor, 360 monitori ham bor. Ya'ni har tomonlama kamera orqali bemalol kuzatib tursa bo'ladi. Xo'p, buni ham kardan lo'nlari bor. Ideal holatida ishlatishga tayyor turgan traktorimiz. Buni narxi 185 million. Lizingga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, toshini ham yetib o'tib ketamiz. 1 2 3 4 5 6 25 kilodan 6 ta tosh qo'yilgan. O'zingizlar kilogrammini hisoblab olsanglar bo'ladi. Balon oraligiga keladigan bo'lsa, ikkala traktorimizning ham balon oralig'i 1.30 ga, ya'ni 1.40 gacha kengayadi. Ya'ni kengayish qismlari ham bor. Xo'p, Oscarda yana nimalar bor? Oscarda pagruchiklar bor. Ya'ni 0.6 kub kovushli yoki 1 kubga mo'ljallangan frontalni pagruchiklarimiz kelgan. Azizlar, 55 ot kuchi va 100 ot kuchiga ega pagruchiklarimiz kelgan. Bemalol buni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Mana tovishlarning holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'tarish qismi 3,5 metr balandlikgacha ko'taradi. Xo'p, kabina qismiga keladigan bo'lsak, o'zining ventilator qismlari bor. Amortizatorli sidina ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda ishlatishga tayyor turibdi. Xo'p, bu 100 ot kuchiligini 185 million chiqadi. 100 ot kuchi, ya'ni Oscar 948, xuddi shuni 936 modeli ham bor, ya'ni 0.6 kubligi. Xo'p, buni 0.6 kubligi 155 million narxi. Buni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldirganmiz deganlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qanaqa Viber kerak bo'lsa, yana bitta ma'lumot aytmoqchi edim. Xuddi boyagi traktorimizning, kichkina traktorimizning dizelli varianti bor, 14 ot kuchi, orqasi tortadigan. Xo'p, rasxodi soatiga 8 gram frezasi bilan sotilyapti, 4 ming dollarga chiqadi. 4 ming dollar narxi pensiyaga chiqadi. Hozir qaysidir imkoniyatlar bo'lmaganlik hisobiga u traktorni olib chiqa olmadik, lekin videolarni joylaganmiz, kuzatib borgansizlar. Ya'ni bog'larga, panellarga, ya'ni levi qilaman, trichilik qilaman degan akalarimizga aynan kichkina traktorlarimiz maslahat beramiz. Pastda nomerlarni qoldirganmiz. Instagramimizni bilasizlar, YouTube'imizni bilasizlar, Telegramimizni bilasizlar, meni ham bilasizlar. Ismim Sarvarbek. Bemalol aloqaga chiqsanglar, o'zim aloqada gaplashaman. Chiroyli qilib mana narxlarni ham, obzorlarni ham aytib o'tdik. Hammalarni qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz.